Assalomu alaykum. Yana bir bor darsimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Bugungi darsimizning ikkinchi qismi odob mavzusiga bag'ishlangan bo'ladi. Biz aytdik, bir darsda shaxsiy rivojlanishga doir darslar o'tilsa, ikkinchi darsda odobga doir darslar o'tiladi dedik. O'tgan darsimizda biz maqsad qo'yish haqida gaplashgandik. Endi bugungi darsimizda uyqu odoblari haqida gaplashamiz. Demak, uyqu odoblari o'zi nimaga kerak? Biz qanday holatda uxlasak, odobga muvofiq holatda uyquga ketgan bo'lamiz. Mana shu savollarning barchasiga bugungi darsda javob topasizlar. Kimda savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol mikrofonni yoqib bersa bo'ladi. Yana ba'zi bir muhimroq savollar bo'lsa, bemalol guruhga yozib qoldirsanglar ham bo'ladi. Uni o'qib ham javob berib ketamiz. Men ora-orada sizlarga ham savol berib qo'yishim mumkin. Darsni jonli tarzda konspekt qilishni men tavsiya beraman. Ko'pchilik indamasdan eshitib o'tiramanda, keyin darsni zapisga tashlangandan keyin konspekt qilib olaman deb ham o'ylashlari mumkin. Yo'q, bunaqa o'ylamaylik. Darsni jonli ustozdan olayotgan paytda yozib qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Tushunarli-a? Bo'lmasam boshlaymiz. Uyqu odoblari. O'zi nima uchun biz uyqu odoblarini o'rganishimiz kerak? Bir kishi aytgan ekan, men kunduz kunlari savobli ishlar qilib yuraman va uyga kelgandan keyin uyquga ketgan paytimda ham savobli ishlar qila olaman men degan mazmunda gapirgan ekan. Qanaqa qilib siz uxlagan holatingizda ham savobli ishlar qilasiz deganda, uyqu odoblariga rioya qilib uxlash orqali men yana ajr savobga ega bo'laman, hattoki uyqumni ham ibodatga aylantiraman deb aytgan ekan. Demak, mana shu narsalarning hisobidan ham biz uyqu odoblarini yaxshi o'zlashtirishimiz kerak va ularga doimiy amal qilib borishimiz kerak bo'lar ekan. O'zi uyquni diqqat bilan o'rganadigan bo'lsak, bu haqiqiy mo'jizaligiga guvoh bo'lamiz-da. Uyqu haqiqatda yaratgan tomonidan siz bilan bizga berilgan bir ne'mat. Chunki biz kun davomida har xil ishlar qilamiz, kun davomida kimlar bilan uchrashamiz, mehnat qilamiz, charchaymiz. Va kech bo'lganda ko'zimiz yumib uyquga ketamiz, ertalab uyg'onganimizda o'sha charchoqdan asar ham qolmagan bo'ladi. Uyqu mana shunday bir ne'mat ekan. Ne'matni qadriga yeta olishimiz kerak ekan. Uyquni kimdir o'ziga quvvat olish uchun, o'zini ertangi kundagi maqsadlari yo'lida harakat qilish uchun bajaradigan bo'lsa, yana kimdir vaqtini o'tkazish uchun sarflashi mumkin ekan. Umrimiz uyquda o'tib ketmasligi kerak. Inson normal holatda norma uyquni olish kerak va uyqu odoblariga rioya qilgan holatda undan oshirib ham yubormaslik kerak, kamaytirib ham yubormaslik kerak. Mana shular haqida gaplashamiz ekan bugun sizlar bilan. Xo'p, bevosita mavzuga kirishaman. Uyquga tayyorgarlik vaqtida biz qilishimiz kerak bo'lgan ba'zi bir ishlar bor. Mana shularni bugun konspekt qilib olasizlar va sekin-sekin amal qilib ketaversanglar bo'ladi. Uyquga tayyorgarlik vaqtida qilinadigan ishlardan birinchisi bu eshiklarni qulflashimiz kerak bo'lar ekan. Ya'niki biz hali uxlamadik, aytaylik soat 10 da uyquga yotishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aytaylik soat 9:30lardagi holatni men gapiryapman. Ya'ni uyquga tayyorgarlik jarayonidamiz, hali uyquga yotmadik, yotoqxonamizga kirmadik. Mana shu vaqtda qilinadigan ba'zi bir ishlar bor. Ulardan eng avvalgisi eshiklarni qulflashimiz kerak ekan. Haqiqatda inson o'zini va oilasini xavfsizligi nuqtai nazaridan ham eshiklarni qulflab yurishga odatlanish kerak ekan. Eshik deganda biz o'sha darvozamizni nazarda tutyapmiz. Kimdir agar ko'p qavatli uyda turadigan bo'lsa, kirish eshigi bo'ladi ularda, hovlida turadiganlarda esa darvoza bo'ladi. Ana shu darvozani qulflash haqida gap ketyapti. Mana bu ishga asosan o'g'il bolalarimiz mas'ul bo'lishar ekan. Nima uchun o'g'il bolalar? Qiz bolalar ham qilsa bo'lmaydimi desa, yo'q, qiz bolalar ham qilsa bo'ladi. Lekin o'g'il bolalar asosan oiladagi himoyachi bo'lganligi uchun yoshlarimiz odatlanishi kerak ekan. Mana biz tinglatgan yosh yigitlarimiz bor. Mana shu yigitlar bunday masalalarni zimmamizga olishimiz kerak ekan. Oilamizning xavfsizligi bu bizning zimmamizda. Mana aytaylik, mana shu uyimiz ham, mana shu turar joyimiz ham, undagi buyumlar bo'lsin, hammasi bizning peshona terimiz, halol topgan pulimizdan hosil bo'lgan. Endi bunchalik biz makon o'zimizni maskanimizni obod qilib yashayapmizmi, uni xavfsizligini ham zimmamizga olib qo'yishimiz kerak ekan. Endi biz eshiklarni qulflab qo'yishimiz bizni saqlaydimi desa, yo'q. Har qanday balo-qazodan yaratgan bizni asrab saqlab turadi. Lekin eshiklarni qulflashimiz bu bir sabab. Biz sababni qilamiz, eshikni qulflaymiz va natijani yaratganga topshiramiz. Mana shu narsani haqiqiy tavakkul deydi. Ya'ni eshiklarni ochib qo'yib Xudoga tavakkal
o'g'ri tushmaydi, tavakkal qilsam deb turib eshiklarni ochib qo'yib uxlaversak bo'ladimi desa, yo'q, bu tavakkal bo'lmaydi. Haligi bir kishi aytgan ekan, bozorga ot minib borsam, otimni bog'lab qo'yib keyin tavakkal qilayinmi yoki otimni qo'yib yubor tavakkal qilayinmi deganda, otingni bog'lab qo'yib keyin tavakkal qilasan degan javobni olgan ekan. Demak, mana bu eshiklarni qulfladik degani biz xavfsizlikda qolamiz degani emas, lekin bu bir sabab bo'lar ekan. O'zini asraganni Alloh saqlaydi deb aytardi kattalarimiz. Demak, biz eshiklarimizni qulflash orqali, o'zimizni muhofaza qilish orqali bir sababni amalga oshirgan bo'lamiz. Endi uyquga tayyorgarlik vaqtida ikkinchi qiladigan ishimiz bu, agar ovqatlarni usti ochiq qolib ketgan bo'lsa, aytaylik faqirlarda suvlar turgan bo'lsa, bularni ustini yopib qo'yishimiz kerak ekan. Har xil mevalar bo'lishi mumkin, o'shalarni hammasi, umuman oziq-ovqat mahsulotlari barchasi usti yopiq holatda saqlanishi kerak. Bunga endi asosan qizlarimiz mas'ul bo'ladi, lekin o'g'il bolalar ham qilsa bo'laverar ekan bu ishlarni. O'g'il bolalar ham oshxonaga kirib, nimanidir usti ochiq qolib ketgan bo'lsa, nimadir muammo bo'lgan bo'lsa, o'shanga bir yechim sifatida borib ustini yopib qo'ysa bo'ladi. Lekin asosan ayollar mas'ul deganimiz, chunki oshxonadagi ishlarni asosan ayollarimiz zimmasiga olgani uchun, onasiga yordam beradigan mana qizlarimiz bor guruhimizda. Mana bu qizlar mas'uliyatni zimmasiga olgani uchun bu ishlarni qilishsa, nur ustiga a'lo nur bo'lar ekan. Endi ovqatlarning ustini yopish bizga nimaga kerak deyiladigan bo'lsa, mana qorong'u tushishi bilan paydo bo'ladigan har xil jonzotlar bor. Har xil hasharotlar bor. Ularning ba'zilari zaharli bo'lishi ham mumkin. Biz ovqatni ustini ochiq qoldirib qo'yadigan bo'lsak, tunda ular buni ustiga qo'nadi, uni ustida yuradi va undagi oyog'idagi aytaylik mikrob bo'lsin, undagi zahar bo'lsin ovqatga o'tganda, ertasi kuni uni kimdir iste'mol qilsa, qorni og'rib qolishi mumkin, kasal bo'lib qolishi mumkin. Mana shu nuqtai nazardan ham hech qachon ovqatlarni ustini ochiq qoldirmaylik. Bu bizni uyqu oldidagi go'zal odobimizdan biri bo'lar ekan. O'ylaymanki, bularni o'z o'rnida yozib ketyapsizlar. Xo'p, keyingi odobga o'tamiz. Bu texnika asboblarini o'chirish. Mana har birimiz uyimizda elektr jihozlari bor. Bu konditsioner bo'lsin, bu televizor bo'lsin, aytaylik, bu kabi asboblar albatta o'chirib qo'yish kerak. Mana telefonlarimizni quvvatlagani qo'yib qo'yamiz, kompyuterlarimizni quvvatlaymiz. Bularni ham albatta tokdan sug'urib qo'yishimiz kerak ekan. Shunga odatlanaylik. Hech qachon bularni bir ochiq holatda qoldirib qo'ymasligimiz kerak ekan. Mana yozgi kuni issig'ini bahona qilamiz, tunda konditsionerni yoqib qo'yamiz uyqu oldida. Bu to'g'rimi desa, yo'q, to'g'ri emas. Chunki bu bizni shamollatib qo'yishi mumkin, sog'lig'imizga ziyon yetkazishi mumkin. Insonni sog'ligiga ziyon yetkazadigan ishlar bu to'g'ri hisoblanmaydi. Shuning uchun ham nima qilishimiz kerak? Texnika buyumlarini mana uyda bir marta salqin qilib olganimizdan keyin o'chirib qo'yamiz. Agar u tun yarmiga borganda kimdir uyg'onadigan bo'lsa, agar uy isib ketadigan bo'lsa, yana ozgina ishlatib, uyni yana salqinlatib olsa bo'ladi. Mana uyquga yotishdan avval, demak, ko'p xonali uyda turadiganlar o'sha xonalardan bir xabar olib qo'yishimiz kerak. Qaysi xonada televizor yonib qolib ketmadimi? Konditsioner qo'shilib qolib ketmadimi? Haligi kimdir telefon quvvatlagichlarini qoldirib tashab ketishmadimi? Bularga bir nazar solib qo'ysak, bu o'zimiz uchun ham nima bo'lar ekan? Foydali bo'lar ekan. Keyingi odobiga o'tsak bo'ladi. Bu olov va chiroqlarni o'chirish. Mana qishloq joyida yashaydiganlar bo'lsa juda yaxshi bilishadi. Tandirlarda yoqamiz, o'choqlarga olov yoqiladi ba'zida. Mana shu olovlar ham yonib qolib ketmadimi? Ertaga bu yerdan bir tunda haligi olovdan uchqun chiqib zarar qilmaydimi birovlarning uyiga deb turib, mana shu tunda yotishdan avval bulardan ham bir xabar olib qo'yilsa yaxshi bo'lar ekan. Chiroqlarni ham. Mana yoshlar ko'pincha e'tibor qilmaymiz-da. Mana shu uyimizda chiroqni yonib turishiga, uyimizdagi televizorlarni bemalol ko'rib, ishlatib, elektrdan foydalanayotganligimiz bu bizni uydagi kattalarning mehnatini evaziga bo'lyapti. Chunki ular har bir biz ishlatayotgan elektr quvvati uchun to'lov to'lashadi. Odatda bu ishni dadamiz qilgani uchun, ota-onamiz qilganligi uchun bizga bilinmaydi odatda. Endi biz farzand o'laroq doimiy chiroqlarni o'chirib yurib, elektr quvvatini tejaydigan bo'lsak, bu nafaqat odob bo'ladi, balki dadamizni, onamizni cho'ntagiga ham bizni keltirgan foydamiz bo'lar ekan. Mana shunday bo'lish kerak ekan haqiqiy farzand. Nafaqat o'zimiz, oilamiz uchun, ota-onamizni cho'ntagi uchun ham juda ham foydali ish qilgan bo'lar ekanmiz. Shuning uchun ham bunga e'tibor berilar ekan. Demak, bu ishlar uchun unaqa ko'p vaqt ketmaydi. Mana men hozir 4 tasini yozdirdim. Buni birdaniga qiladigan bo'lsangiz, unaqa ko'p vaqt sarflamaysiz. Darrov o'sha uyquga yotishdan avval bularni qilib qo'yish kerak ekan. Endi nima qilinadi desa, endi uyqu vaqti bo'ldi. Endi sekin yotoqxonamizga kiramiz. Hozir men aytadigan odoblar bularni o'ringa yotishdan oldin qilasiz.
Ya'ni biz o'sha kravatimiz bo'lsa, yotoqxonada turibmiz, uxlamoqchimiz. O'sha paytda qilinish kerak bo'lgan ba'zi bir ishlar bor ekan. Buni ham yozib ketaverasizlar sekinlik bilan. Birinchisi o'rinni tayyorlashimiz va uni tekshirishimiz kerak. Avvalo chiroyli qilib joy solinadi. O'rin uyquga tayyor holatga keltiriladi va uni bir qadar tekshirish kerak. Mana ko'rpalarni solishdan oldin, yostiqlarni solishdan avval ularni bir-bir qoqib yuborilsa, bu foyda bo'ladi. Nima uchun bunaqa qilinadi deyilsa, biz kunduz kuni ko'chada yurgan paytimizda, umuman hech kim foydalanmagan paytda har xil hasharotlar buning ichiga kirib olgan bo'lishi mumkin. Keyin biz e'tibor bermasdan o'ranib yotib oladigan bo'lsak, bu nima bo'ladi keyin? Bizni sog'ligimizga yaxshigina ziyon, zahmat yetkazib qo'yishi mumkin bo'lar ekan. O'sha jihatdan ham albatta har bir o'g'il va har bir qiz yotishdan avval o'rinni tekshirishga odatlansin. Ikkinchidan, uyqu kiyimida bo'lishimiz kerak ekan. Ba'zi bir bolalar bor, odob axloqni unchalik ham e'tibor bermaydigan ba'zi bir bolalar bor, guvoh bo'lib qolamiz. Shartta ko'chadan keladida, kiyimini almashtirmasdan, ko'chada kiyib yurgan, odamlarning ko'ziga ko'rinib yurgan kiyimi bilan shartta joyiga yotib uyquga ketadiganlar bor. Yo'q, bunaqa qilmaslik kerak. Har bir insonni o'zini tunda kiyib yotadigan kiyimi bo'lishi kerak. Mana pijama kiyib yotishadi ba'zilar. Nima uchun kerak pijama kiyish deyiladigan bo'lsa, bu tun uchun alohida kiyim bo'lishi kerak. Agar pijama sotib olish kerakmi desa, yo'q, shart emas. Uyingizdagi o'zingizni bironta eskiroq kiyimlaringizni olib qo'ysangiz bo'ladi. Tungi kiyim sifatida qo'ysangiz bo'ladi va uni faqat uxlagan paytda kiyasiz. U kiyim bilan birovning ko'ziga ko'rinmaysiz, ota-onangizning ko'ziga ko'rinmaysiz, aka-ukalarni, opa-singillarning ko'ziga ko'rinmaysiz u kiyim bilan. Va endi joyimizga yotdik. O'sha yotgan holatda har doim o'ng yonboshga yotish kerak ekan. Endi o'sha yotgan paytingizda imkon bo'lsa, o'ng kaftingizni o'ng yuzingizga qo'yib oling. Mana men hozir ko'rsataman. Videom o'chib turgan ekan. Mana bu o'ng qo'l bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'ng qo'l mana bu kafti o'ng yuzga qo'yiladi. Shu o'ng tomonga yotganda mana shu qo'lingizni qo'yib olsangiz, o'ng qo'l o'ng yuzga qo'ygan holatda o'ng yonboshga yotiladi. O'ylaymanki, tushunib oldinglar buni, amal qilasizlar. Endi uyquga yotgan paytingizda ba'zi bir ishlar odobsizlik hisoblanadi. Bu ishlarni umuman uyqu vaqtida qilishga odatlanmang. Nima bu ishlar deyotgan bo'lsa, avratlarni yopmasdan yotish. Avrat nima deyilishi mumkin? Avrat nima deyilsa, inson yopishi shart bo'lgan qismlar avrat qismlar hisoblanadi. Mana ba'zi bir yosh bolalarga guvoh bo'lamiz, ayniqsa yosh bolaga uyat bo'lmaydi deyshadi. Kerak bo'lsa kiyimsiz ham yotadigan bolalar bor. Yoki juda bir noqulay kiyimda yotadiganlar bor. Yo'q, bunaqasi bo'lmaydi. Har doim o'sha kiyimlarimiz maqsadni hosil qiladigan, uyat hisoblangan, avrat hisoblanadigan qismlarni yopib turadigan darajada bo'lishi kerak. Issiq bahona bo'la olmaydi, chunki mana bizning bobolarimiz paytida konditsioner bo'lmagan. Bundan battar issiqlarda, cho'llarda yashaydiganlar bo'lgan, lekin ularning barchalari avratlarini yopgan holatda uxlashgan ekan. Konditsioner degan narsalar umuman bo'lmagan joylarda. Lekin axloq bo'lsa insonda, go'zal xulq bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, hayo bo'ladigan bo'lsa, inson bunaqa narsalarni muammo hisoblamas ekan. Isib ketgani uchun avratimni ochib yotuvdim, yoz issiqchida bo'lmayapti degan bahonalarni qilmas ekan. Hayosi bor inson. Shuning uchun ham hayoga odatlanaylik. Mana biz universitetda o'qib yurgan paytimizda meni do'stlarim, Xudoga shukr deyman, juda ajoyib insonlarni do'st qilib bergan menga. Yozning eng isib ketgan vaqtlarida ham biz yotoqxonada turardik, konditsioner yo'q edi bizda. Eng issiq paytlarda ham do'stlarimiz qalin triko kiyib yotishardi-da, qanaqa bir issiq bo'lishidan qat'iy nazar. Ya'ni kim avrati ochiq yotgandan ko'ra, mayli o'sha uyqu noqulay bo'lsin, mayli terlab ketsin, mayli ma'lum vaqtgacha uxlay olmasin, lekin hayo yo'l qo'ymaydiki, ochiqroq kiyinib yotishga. Tushunyapsizmi? Mana shunday bo'lishimiz kerak ekan biz ham. Davomiga o'tamiz. Mana qorinni yerga qaratib yotish. Boya buni aytdiki, tavsiya o'laroq, maslahat o'laroq ustozlarimiz gapni yetkazib qo'yibman bu yerda. Qorinni yerga qaratib yotmaylik. Endi uzrli holat bo'lsa bemalol deb aytildi boya. Va og'zida ovqat bilan yotish. Mana ba'zi bir bolalar kechqurun ovqatni yeb bo'ldi, uyquga yotadi yoki kechqurun kavshanib yotadiganlar bor, kechqurun xolodilnikning oldiga borib, sekin ayamizga bildirmasdan olib, yotoqxonaga olib kirib ketamiz ba'zi narsalarni. O'shalarni odob bilan o'tirib, yeb bo'lib, o'zi avvalo ovqatlanish vaqtida qilinish kerak bu narsa. Endi qorni ochib ketsa, shunda ham yashirinib emas. Ota-onadan so'rab, ovqatlanib, keyin borish kerak. Og'zingizda ovqat yuqi bilan yotmang hech qachon. Tushunarli, bu o'ta odobsizlik hisoblanar ekan.
Va aytaylik yana 4-odobsizlik hisoblangan amal bu kitob o'qishda yonboshlab olgan holatda. Ya'ni shu uyquga ketish aravasida kitob o'qib yotish ham odobsizlik hisoblanar ekan. Kitobni odob bilan unga bir shaxsga muomala qilgandek o'tirgan holatda, beldan yuqori ushlagan holatda ilm olinishi kerak. Siz ilmni qanchalik hurmat qilar ekansiz, undan sizga nasiba yetishni boshlaydi. Bitta narsani yaxshilab tushunib olinglar. Ilm olish bor, ilmdan nasiba olish bor. Kitob o'qidi degani olim bo'ladi degani emas. Kitob o'qiyapti, repetitorga boryapti, kurslarda o'qiyapti degani odobli bo'lib qoladi, axloqli bo'lib qoladi degani emas. Ilmni hurmat qilsangiz, ustozni hurmat qilsangiz, ulardan sizga ko'chib o'tar ekan. Mana shu ayni kitobga bo'lgan munosabatlarimiz ham bizni ilm o'rganishimizga ta'sir qiladi. Uxlayotgan joyingizda, yotgan holatda uxlash bu noto'g'ri hisoblanar ekan. Tushunarli-a? Yaxshi, davom etamiz. O'ylaymanki, bularni yozib, skrinshot qilib olyapsizlar. Xo'p. Savollar yo'qmi shu joygacha? Endi uyquga ketish tushunarli bo'ldi. Uyquga tayyorgarlikni gaplashdik, yotoqxonaga kirgandan keyin qiladigan ishlarimizni gaplashdik va uxlash paytida qilish mumkin bo'lmagan ishlarni gaplashdik. Endi uyquga ketdingiz. Mana ba'zi bir bolalar savol qilib berishadi, shu o'rinda javob berib o'tib ketaylik. Ustoz, biz o'ng tarafga qarab yotsak ham, ertalab turgan paytimizda yerga qarab yoki chap tomonga qarab yotgan holatda bo'lib qolyapmiz, deb savol berishyapti. O'sha insonlarga men shunday javob bergan bo'lardim. Biz uyquga ketgungacha bo'lgan muddatga javobgarmiz. Chunki u paytda hali o'zimiz his qilib turgan bo'lamiz tanamizda, holatimizni. O'sha paytda o'ng yonboshda yotib turishimiz kerak. Endi uyquga ketgandan keyingi holat ixtiyor o'zimizda bo'lmaydi. Ag'anab qolsak yoki dumalab qoladigan bo'lsak ham, bu bizning ixtiyorimizdan tashqaridagi ishlar. Bu ishlar uchun biz hech qachon ma'lumot qilinmaymiz. Eng muhimi bu uyquga ketgungacha bo'lgan muddatdagi ishlar. Tushunyapsiz-a? Endi uyquga ketildi, tabiiyki. Endigi masala uyqudan erta uyg'onish bo'ladi. Uyqudan har doim erta turishimiz kerak, quyoshdan har doim erta uyg'onishimiz kerak. Mana itlar bilan qo'ylarni misolda tushuntirib beraman sizlarga. Mana sizlarga savol. Kim javob beradi? Qo'y nechta tug'adi bir yilda? Qani kim aytadi? Qo'ylar nechta tug'adi? 2tagacha. Nechtagacha? 2tagacha. 2ta, ha, bitta tug'adi odatda. Agar yaxshi qo'y bo'lsa, semiz qo'y bo'lsa, 2ta ham tug'ishi mumkin keyin bir yil davomida 2tagacha bola tug'ishi mumkin. Xo'p, savolni o'zgartiramiz. Itlar nechta bola tug'adi? Itlar 3-4 ta adashmasam. 3-4 ta kam. 8 ta, 10 talab tug'adi kerak. Nima ekan? 7 ta примерно. 7 ta, 8 ta bola tug'adi. Lekin qarangchi, atrofimizda itlar ko'pmi, qo'ylar ko'pmi? Itlar ko'pmi, qo'ylar? Itlar ko'proqmi dunyoda, qo'ylar ko'proqmi? Qo'ylar. Qo'ylar ko'proq. Qarang. Qarang, qo'y bor yo'g'i bir yilda bitta yoki ikkita tug'adi. Yana uni odamlar iste'mol qiladi, doimiy sotadi. Itlarni birov yemaydi. Itlar 7 ta 8 talab tug'adi. Lekin itlar kamroq, qo'ylar ko'proq. Nimaga bunaqa holat bo'lyapti desa, shunday bir kim gapiryapti? Bo'ladi. Chunki bu asosan o'sha erta turishda ko'p narsa bor ekan, ko'p hikmat bor ekan. Aynan o'sha bomdod mahalda itlar kechasi bilan yurib chiqarkanda bomdod mahalda kelib uyg'onib berarkanda, qo'ylar esa bomdod mahalda uyg'oq turar ekan. Shuning uchun ham qo'ylarda baraka ko'p bo'lar ekanda. Juda go'zal. Ana shunday. Tong sahar vaqtida itlar kechasi bilan ko'chada aytib tongda uxlab yotishgani uchun itlarda baraka yo'q deyshadi. Tunda uxlab tong sahar uyg'oq bo'lgan qo'ylarda baraka bor deyshadi. Endi siz va biz ham hayotimizni barakali qilishni istasak, kun davomida ko'proq ishlarga ulgurishni, ko'proq muvaffaqiyatliroq bo'lishni istasak, albatta erta turishga harakat qilishimiz kerak ekan. Erta turish uchun men sizlarga hozir 3 ta maslahatni aytaman. Mana shu maslahatlarga amal qilsanglar, Xudo xolasa, erta tongda quyoshdan avval turishni boshlar ekansiz. Eng birinchi maslahat bo'ladiki, bu erta uxlash kerak. Har doim. Mana endi yoz fasli bo'lgani uchun, kunlar ancha uzun bo'lib ketgani uchun uzog'i 10:30, 11 gacha bo'lib ketyapti. Lekin qish kunlarida soat 9 larga yotilsa ham, qancha ertaroq yotilsa, o'sha eng foydalisi bo'lar ekan. Yoshi kattalar mana keyingi paytlarda kun bu yog'iga qisqarishni boshlaydi.
Kichkinalar 9 gacha, kattalar esa uzoq 10 gacha uyquga ketishlari tavsiya qilinadi. Mana shunga e'tiborli bo'laylik. Xo'p, ikkinchi maslahat uyimizdagi kattaroq insonlarga, asosan bolalar bo'lgani uchun ularga tegishli bo'ladi bu. Erta turg'izishlarini tayinlab qo'yish kerak ekan. Aytaylik, ota-onamizga borib, dadajon, ayajon, siz erta turasiz baribir, meni ham uyg'oting. Bir og'iz aytib qo'yilsa, ertalab dadangizmi, ayangizmi kimdir kelib sizni uyg'otadi. Mana shu narsaga odatlanaylik. Demak, uyqudan oldin kimlargadir tayinlab qo'yamiz yoki akalarimiz bo'lsa ham. Kimdir erta turadimi uyda, ularga tayinlab qo'yamiz. Keyingi maslahat bu erta turishni niyat qilib yotaylik. Tunda uyquga yotishdan oldin har doim niyatni to'g'ri qilib yotish kerak bo'lar ekan. Xo'p, qolgan joyimizdan davom etamiz. Kiyimlarni chiroyli kiyish deb aytdik. Undan keyin joylarimizni yig'ishimiz kerak. Bo'ldi. Endi bu yoqqa biz yosh bola emasmiz. Endi hech qachon bizni ortimizdan ota-onamiz kirib, boshqalar kirib bizni joylarimizni yig'ishtirmasligi kerak. Va joyingizni yig'ishtirishingizdan avval maslahat, kattalarga ham, kichiklarga ham maslahat, ko'rpalarni albatta qoqib, keyin yig'ish kerak. Keyingi masala xonani shamollatish. Yoz kunlarida o'zi eshik derazani bemalol ochib havoni almashtirish kerak, chunki baribir inson kislorod yutgani bilan undan karbonat angidrid moddasi chiqadi, ya'ni bu ifloslangan havo bo'ladi, kirlangan havo bo'ladi va erta tonggacha xonamiz ana shu karbonat angidrid moddasiga to'lib ketadi. Endi eshik derazani ochib, ifloslangan havoni tashqariga chiqarib olib, toza havoni olib kirish kerak. Ayniqsa erta tongdagi shabada, bomdod vaqtidagi shabada bu eng yoqimli shabada bo'ladiki, biz uyimizni ana shu bilan to'ldirib olishimiz kerak bo'lar ekan. Tushunarli? Qish kunlarida bo'ladigan bo'lsa, bir marta ochib yopilsa ham kifoya qiladi. Qisqa muddatga ochilsa, xonaning havosi qisqa muddatda almashadi, sovuqligini hisobiga va darhol derazalar yopib qo'yiladi. Lekin baribir ham shamollatish kerak. Sovuqligini hisobga olib turib, bugun shamollatmay qo'yarsam ham bo'ladi degan narsa bo'lmasin. Chunki o'sha xonada yashashimiz bor, nafas olishimiz bor. Sog'ligimiz uchun bu kerak bo'lar ekan. Keyingi masala badan tarbiya. Erkak va ayolga birdek zarur bu badan tarbiya bo'ladi. Bugungi kunda badan tarbiyani faqat o'g'il bolalar uchun muhim deb hisoblayotgan qizlarimiz bor, ayollarimiz bor. O'zlarini umuman sog'liklari haqida o'ylamay qo'yganlari bor. Shuning uchun ham bugun umuman bizning o'zbek ayollarini aytaylik, yarimidan ko'pi desam ham bugun ortiqcha vazn bilan kurashib kelishyapti. Va ortiqcha vazn 50 dan oshiq, balki 100 dan oshiqdir kasalliklarni chaqiruvchisi hisoblanadi. Ortiqcha vazn birdaniga o'ldirib qo'ymasligi mumkin, lekin juda ham ko'p kasallik turini o'ziga chaqiradi. Va atrofimizga qaraylik. Atrofimizda o'zini deylik qaddi qomati, salomatligi bilan shug'ullanib yurgan insonlar kam uchratamiz. Ayniqsa o'g'il bolalarda ham bor bu narsa. O'g'il bolalarning ham juda ko'pchiligi hozir ortiqcha vazn muammosi bilan kurashib kelishyapti. Va shunday bir holat bo'ldiki, ixchamgina o'zini formasida yurgan insonlar ustidan kulinib, ya'ni unda hech qanaqa ortiqcha vazn yo'q, lekin sog'lom, bo'yi bilan vesi o'sha tibbiy jihatdan tekshirgan to'g'ri keladi, lekin uni ozg'inligi ustidan kulinib noto'g'ri talqin qilinishi boshlandi. Lekin mana bunday semirib ketish, gavdali bo'lib qorin qo'yib borish bu faxrga aylanib qoladigan payt bo'lib qoldi. Normani norma emas deb, norma bo'lmagan narsa norma deb qabul qiladigan bo'lib qoldik. Chunki biz badan tarbiyadan uzoqlashib ketdik. Har kun ertalab qizlar ham o'zini xonasida bemalol badan tarbiya qilib, o'sha chigal yozni mashqlari, umum rivojlantiruvchi mashqlar deyiladi. Mana bo'yindan boshlab yelkalar, qo'l, butun tanani birdek tetiklashtiriladigan mashqlar bor. Ana shularni albatta qilishimiz kerak bo'lar ekan. Iloji bo'lsa, qizaloqlarni ham hali voyaga yetmasdan avval kichik yoshida sportga bersa ham bo'ladi. Ustozimiz aytadilar, har xil gimnastikaga o'xshagan sog'likka juda ham foydali bo'lgan narsalar bor. Hali voyaga yetmagan qizlar bo'lsa, bemalol o'sha gimnastika bilan shug'ullantirsa bo'ladi. U yoshligida o'rganib olsa, erta voyaga yetgandan keyin o'zi ham u mashqlarni qilib yura oladi. Voyaga yetgandan keyin baribir bunaqa joylarga berisha olmaydi. O'g'il bolalarni ham sportga berganda yugurish, suzish, bunaqa sportlarga bersa bo'ladi. Va keyingi qilishimiz kerak bo'lgan chiroyli odoblardan biri bu boshqalarga salom berish kerak ekan. Ota-onani oldiga chiqqanda, aka-ukalar oldiga chiqqanda salom beraylik. O'zimizdan kichkina bo'lsa ham,
Kichkina ukangiz bor edi, uyqudan uyg'ondi, halo salom berishni bilmaydi, unga salom bering. Ya'ni bu sizning eng chiroyli targ'ibotingiz bo'ladi. Bu sizda unga bergan eng go'zal odobingiz bo'ladi. Chunki inson ko'rgan narsalarni oson o'rganadi. Shuning uchun ham kichikroq ukalarimiz, singillarimiz bo'layotgan bo'lsa, ularga biz salom beraylik, hali ular o'rganib olgunlaricha. Va albatta inson nonushta qilishi kerak ekan. Insondagi quvvatni ketkizib qo'yadigan va insonni xarob qiladigan, sog'ligini ketkazadigan narsa bu ertalab nonushta qilmaslik. Biz umuman teskari hayot tarziga o'tib qolyapmiz. Kechqurun bo'kib yeyimizda ertalab turib choy ichmasdan yuramiz. Aslida ertalab tongda saharlikni zo'r qilish kerak. Tongda kuchli, baquvvat ovqatlanish kerak. Chunki siz u quvvatni kun davomida sarflaysiz. Tunda esa kamroq ovqatlanish kerak. Nimaga? Chunki siz uxlagan paytingizda oshqozon ham uxlaydi siz bilan birga. U hazm qilish jarayoni juda muammo bo'ladi u. Va shu sog'ligimizga zarar yetadi uning oqibatida. Shuning uchun ham nima qilish kerak desa, erta tongda nonushtani baquvvat qilish kerak. Majburlab bo'lsa ham quvvat olish uchun nonushta qilishimiz shart bo'lar ekan. Kimda kim shu kungacha nonushtani kanda qilgan bo'lsa, ertadan kanda qilmasin, ertadan odatlansin. Miyani xarob qiluvchi odatlardan biri esimizdan chiqmasin, bu nonushta qilmaslik bo'ladi. Aqliy faoliyatingizga ham zararli bo'ladi. Mental nima deymiz u? O'sha qismlarimizga zararli bo'lar ekan ertalab nonushta qilmaslik. Mana shu bugun gaplashmoqchi bo'lganimiz odoblar bo'ldi. Albatta yaratganning nazdida go'zal xulqdan ko'ra qadrliroq narsa bo'lmaydi. Mana bir-biridan go'zal xulqlar haqida gaplashdik. Bunga avvalo o'zimiz amal qilaylik va amalimiz orqali boshqalarga o'rnak bo'lib bera olaylik. Mana shu joyda men so'zimni tugataman. Agar kimda kimni uyqu vaqti bo'lgan bo'lsa, sekin darsimizni tark etsa bo'ladi. Kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, qolsin va savollarni bersalar, ozgina savol-javob qilamiz 5-10 daqiqa. Rahmat tinglaganinglar uchun.